Mening ismim Muhammad Rizo. Andijonlikmiz. Aha. Dubayga o'zida maqsadga kelgansiz. GBR'da ishlayapman. Xo'p. Nima sohada? Ofitsiant keyin bartender. Qanchadan beri Dubaydasiz? Уже 3-oy ketyapti. Qalay u ish topishlarda qiyinchilik bo'lmadimi sizda? To'g'risini aytsam, ozgina qiyinchilik bo'ldi, diqqatchilik bo'ldi, lekin Qanaqa diqqatchiliklar bo'ldi? Endi aytib bering. hamma joydan отказ kelaverdi. Xo'p. Ko'pchilik joydan отказ keldi. Keyin bu yerda skammerlar ham ko'p ekan-ku. Skamerlar, mashinniklar. Mashinniklar, o'zimiz tilimizda. Mashin. Qanaqa mashinniklarga uchradingiz? Chaqirishdi, chaqirgandan keyin bordim. Intervyu chaqirishyapti. Ha. Oddiy xona. Ofisga o'xshamaydi. Ha. Borganimdan keyin 10 sekunddan o'tmadi. 10 sekund o'tmagandan keyin bizga 500 dirham berasan dedi. Ha. Berasan degandan keyin xo'p deb eshityapman. U skamerligini bildim, mashinligini bildim. Ular skamerlikni qanday bilib qolasiz? Ko'pchilik shu holatga tushib pul berib qo'yganlar ham bor-da. Allohning qudratliligini qarang. Men asha anaqa floor 4-floorgacha ketayotganimda, ya'ni 4-etajgacha ketayotganimda bitta shu yerda lokal odami aytib qoldi. Ha, местный odam. Местный odam qayerga ketyapsan dedi. Shunaqa mana shunaqa intervyuim bor dedim. Desam, "Mana xonaga emasmi?" deb bittada aytgandan keyin desam, pul so'rasa umuman xil dedi. Bermagan dedi. Ha, keyin undan keyin tanishlarim bilan ham gaplashsam shunaqa ular skammerlar dedi.